Assalomu alaykum. Bugun 16-mart va biz Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportdamiz. Bugunga qadar juda ko'plab o'quvchilarimiz aynan shu joydan Koreya davlatiga kuzatishga muvaffaq bo'ldi. Bugun esa magistratura bosqichiga hech qanday til sertifikatlarisiz viza olgan o'quvchilarimizdan 42 nafarini kuzatgan ekan. O'quvchilarimiz va ularni kuzatishga chiqqan yaqinlar bilan suhbatlashamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Magistratura bosqichiga til sertifikatsiz vizani qo'lga kiritibsiz. Tabriklayman. Rahmat. Viza olganingizdagi taassurotlar qanday bo'ldi? To'g'risi bu bosqichga yetkizish uchun ancha mashaqqat qildik. 4 yil deganda erishdik to'g'risi. Sir bo'lmasa yoshingiz nechida? Yoshim 32 ga. Tengdoshlaringizga maslahatingiz qanday bo'ldi? Tengdoshlarimga albatta harakat qilinglar, 1201 ga ishoninglar, 1201 eringizda bo'ladi. Bizni agentство haqida fikrlaringiz qanday? Agentство respublikada bilmadim, Andijonda nom beradi. Koreyaga borib birinchi nima qilmoqchisiz? Koreyaga endi borgandan keyin birinchi maqsadimiz havosiga ko'nikib, 3-4 kun sal bu yoq bo'lib, keyin bu yoqqa sekin vaziyatga qarab. Viza olishda qiyinchiliklar bo'ldimi, bo'lmadimi? Deyarli bo'lmadi, chunki 1201 o'z ishini ustasi ekan. Mana 3 yil deganda boshqa konsaltinglarni qildik, lekin to'g'risi o'xshatisha olmadi, lekin 1201 qildik, mana birinchisiga o'xshadi xudo xolasa. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Magistratura bosqichiga sertifikatsiz viza olsiz. Tabriklayman. Rahmat. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanday? So'z bilan ta'sirlab bo'lmaydi. Birinchidan shu 1201 agensiya jamoasiga kattadan katta rahmat. Odil akaga alohida rahmat. Muomalalarga, ishlarni hal qilishga umuman muammo, qiyinchilik bo'lgan yo'q. Hujjatlarda ham ayniqsa. Xudo xolasa bugun endi uchib ketamiz, nasib bo'lsa. Endi yaqqa borib, xudo xolasa yana taassurotlarni ulashamiz. Bizni agentство haqidagi fikrlaringiz qanday bo'ldi? Fikrlarga keladigan bo'lsak, umuman ikkilanish bo'lgan yo'q. Misol uchun hujjat taxlashda ham, hujjatlar bilan ishlash mobaynida ham, xodimlar bilan ishlash mobaynida ham, mana bu hujjat topshirgan bolalar, yigitlar, qizlar bilan ham muomalalarga keladigan bo'lsak, ish tartibi, ish jarayoni, вообще zo'r, gap yo'q, klass. Koreyaga borganingizdagi birinchi maqsadingiz nima? Xudo xolasa endi o'qishga boryapmiz. Birinchi o'rinda shu o'qishimizni joyiga qo'yib, shu o'qiyotgan sohamiz bo'yicha o'sha yerda qolish, kadr bo'lib, yaxshi oylikka yaxshi kadr bo'lib qolish. Siz bo'lmasa yoshingiz nechida? Yoshim 26 da. 26 da. Sertifikatsiz topshirishda ikkilanishlar bo'lmadimi? Yo'q. O'zi mendan oldin ham bu 1201 da 3-4 ta sheriklarim ketgan, mahallamizdan tanish bolalar. O'shalar bilan maslahatlashib, Odil aka o'zi bilan gaplashib, so'rab surishtirib topshirdim. Xudoga shukr, muammo bo'lgan yo'q. Birinchilardan viza oldik. Uchinchi bo'lib meni vizam chiqqan ekan. Xursandman. Alohida rahmat hammalaringizga. Xudo xolasa bundan keyingi ishlaringizga rivoj, bizdan keyingi keladigan, bizdan keyingi topshiradigan talabalarga ikkilanmay, qo'rqmasdan faqat oldiga qadam tashab, xudo xolasa sertifikat bilan bo'lsa undan ham yaxshi. Topiklari bo'lsa undan ham yaxshi o'zlari uchun. Topsiz ham xudo xolasa viza oldik. Bizdan keyingilarga tavsiya qilamiz. 1201 hamisha zo'r. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Rahmat. Magistratura bosqichiga vizani qo'lga kiritibsiz. Tabriklayman. Rahmat. Viza olganingizda taassurotlar qanaqa? Viza olganimdan keyin taassurotlar juda so'z bilan aytish qiyin. Juda xursand bo'ldim. Men bu 1201 agensiya tanlaganda adashmabman, chunki ukam ham bu 1201 agensiya orqali bakalavr yo'nalishi bo'yicha ketgan. Men ham shu firmaga topshirdim va vizam qo'lga kiritdim. Bundan juda ham xursandman. Sizga katta rahmat. Siz hech qanday til sertifikatsiz harakat qilyapsizmi? Hozir sertifikatim yo'q. O'zimga yarasha oz-moz o'rgandim. 2-3 oydan beri o'zim gapirish darajasigacha, sal gapirish, tushunmayman, lekin gapirish darajasigacha o'rgandim. Koreyaga borib nima qanday maqsadlaringiz bor? Koreyaga borib, avvalo tilni yaxshilab o'rganmoqchiman. Undan keyin bakalavrdan keyin yana o'qish davom ettirmoqchiman yana. Magistraturadan keyin demoqchiman, ha. Bizni agentство haqida fikrlaringiz qanday bo'ldi? Bizni xodimlar, bizni sizga qilgan harakatlarimiz. Xodimlar juda ham yaxshi, samimiy.
1201 agency hamma xodimlari har bir savolimizga erinmasdan shu Telegram orqali bo'ladi, Telegram Messenger orqali bo'ladimi yoki borsa ham xush kayfiyat bilan kutib oladi, xursand kutib olib qanday muammo bo'lishidan qat'iy nazar hal qilib berishdi. Yoshingiz nechida agar sig'i bo'lmasa? Yoshim 28da. Yoshim 28da. Biz agentstoni shu yoqda bilasizmi? 1201 agency maqsad sari birgalikda. Rahmat katta. Rahmat. Rahmat sizga ham. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Magistratura bosqichiga hech qanday sertifikatsiz vizani qo'lga kiritishsiz. Tabriklayman. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Bu taassurotlar o'ta cheksiz. Agentsiyaga ishongandik, haqiqatda 201 agensiyaga maqsad sari haqiqatda maqsadimizga erishdik. Koreyada o'z sohamizda bu yaxshi mutaxassis bo'lib, agensiyamizga yanada nima deydi? Yaxshi gaplarni olib berishga harakat qilamiz. Sizni Koreyaga borganingizdan keyin birinchi maqsadingiz qanday? Albatta o'zimiz sohamizda mustaqil yaxshi mutaxassis bo'lib yetishish. Mana shu maqsad bo'yicha agensiya orqali ketyapmiz. Mana shu maqsadimizga 201 agensiya biz yetkazmoqda maqsadlarimizga. Rahmat. Sir bo'lmasa yoshingiz nechida? 1996 30 yoshdaman. 30 yoshda. 96-yilman, 30 yoshda. Tengdoshlaringizga qanday maslahat berasiz? Harakat qilsin. Nima deydi? Shu qo'lda bordan bakalavr diplom bolalar harakat qilinglar Koreyaga va 201 agensiya bilan maqsadga erishinglar. Sertifikatsiz topshirganda ikkilanishlar bo'lmadimi? Viza chiqish chiqmasligiga. To'g'risi jinday ozgina ikkilanish bo'ldi, chunki tilda hech kim misol shuni bari bilgan bolalarimiz hech qaysi bilmaydi. Yo bo'lmasa o'zim ham unchalik yaxshi bilmayman. Tilda bilaman, unchalik emas. Lekin 201 agensiyaga ishondik, agensiyaga ishondik. Mana qo'limizda vizalar bilan turibmiz. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Magistratura bosqichiga hech qanday sertifikatsiz vizani qo'lga kiritishlar. Tabriklayman. Rahmat katta. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Taassurot endi aka o'zgacha bo'ldi taassurot. To'g'risi anchadan beri qiziqar edik. Kuzatib borardik sizlarni Instagram tarmog'ida, ijtimoiy tarmoqlarda. Ko'rib havas qilardik shu bolalar jo'natishlarga. Nafaqat magistratura, bakalavr, til kursi jo'natganlarni ko'rib, qiziqib, havas qilib harakat qildik. Allohga shukr, sizlar sabab mana ketyapmiz aka. Rizqimizni Alloh qo'shibdi. Rahmat kattagon sizlarga. Sizda taassurotlar qanday bo'ldi? Taassurotlar yaxshi. Vizamiz chiqdi, ketyapmiz. Sir bo'lmasa yoshingiz nechida? Yoshim 27 da aka. 29da. Tengdoshlaringizga maslahat. Tengdoshlarga maslahat, havas qilinglar, Allohdan so'ranglar, 1201 ga murojaat qilinglar, Xudo xolasa maqsadingizga erishasizlar, yordam beradi katta. Bizda agensiya haqida fikrlaringiz qanday bo'ldi? Agensiyaga gap yo'q, juda yaxshi, xodimlari ham samimiy. Mana Allohga shukr, shunchalik jo'natishyapti. Rahmat akalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin, xursandmiz. Biz agensiya haqida fikrlaringiz qanday? Agensiya yaxshi, qulay hamma yo'g'i. Muammosi yo'q. Ishni chiroyli hal qilib, mana jo'natyapti, ketyapmiz. Viza olishda qiyinchiliklar bo'lmadi? Yo'q, hech qanday muammo yo'q. Hamma yo'q yaxshi. Qo'lga kiritdik osongina. Rahmat. Sizda viza olish jarayonida qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Qiyinchiliklar bo'lmadi, Xudoga shukr, hamma yaxshi. Agensiya tomonidan ko'rsatilgan ko'rsatmalar bilan hamma narsani qildik, aytilgan hujjatlarni vaqtida tayyorlab berdik. Xudoga shukr, mana ketyapmiz. Endi rahmat agensiyaga zo'r. Til sertifikatsiz topshirganda ikkilanishlar bo'lmadimi? To'g'risi boshida bo'ldi aka. O'ylandik, endi sertifikatimiz yo'q, endi chiqmasa kerak, vizamiz degan katta ehtimol bor edi, yo'q emas, yashirmaymiz. Lekin til sertifikatisiz ham ketsa bo'ladi ekan, mana ko'zimiz bilan ko'rib, o'zimiz mana isbot bo'lib turibmiz. Baribir internetda ko'rganingiz boshqa, o'zingiz qo'lingizga ushlaganingiz boshqa narsa ekan aka. Bizni shu yoqda bilasizlarmi? Namiz? 1201 agency. Maqsad sari birgalikda. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tabriklayman. Magistratura bosqichiga vizangiz qo'lga kiritibsiz. Rahmat. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanday? Viza olganimda taassurotlarimni bo'lsam, men to'g'risi ishonmadim. Til sertifikatsiz magistraturaga e-viza, elektron viza qo'lga kiritdim. Mana sizlarga katta rahmat xizmatingizlarga. Bitta topshirishda bittaga chiqdi. Ishonchli agensiya ekan. Sizlarga ham rahmat. Bizni agensiya haqida fikrlaringiz qanday? Fikrlarim juda zo'r, a'lo. Muomalalar, hujjat tayyorlash, hamma yo'qlar juda qonuniy, asosiysi qonuniy, ishonchli ekan. Keyin
kontraktlarni ham bizga arzon chiqarib berdi, o'zi topib, standart, yaxshi, ishonchli firma ekan. Sir bo'lmasa yoshingiz nechida? Yoshim 33 ta. 34 ga ketyapman mana, xudo xolasa. Koreyaga bormoqchi bo'lgan talabalarga qanday maslahat bergan olasiz? Koreyaga bormoqchi bo'lgan talabalarga mana 1201 agensiyaga bog'laninglar. Ular juda ishonchli, sifatli xizmat ko'rsatar ekan. Ishonchli va samarali, tez, qonuniy asosiysi. Koreyaga borganingizdagi maqsadingiz qanday? Koreyaga borsak, xudo xolasa, magistraturani o'qib, yaxshilab o'qib, ashillarda bir ishlab, biz o'zimiz oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishib qaytish, xudo xolasa. Bizni shiorni bilasizmi? 1201 agency. 1201 agency maqsadlar sari birgalikda. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Magistratura bosqichiga viza olibsiz. Tabriklayman. Rahmat. Viza olganingizda taassurotlar qanday bo'ldi? Vizani to'g'risi ko'p agentsiyalar boshqa jo'natadigan firmalarga ko'p topshirganmiz, chiqmagan. Oxiri mana shu 1201da bizdan oldin ketgan ukalar bor edi. Shular tavsiyasi bilan mana shu yerga topshirdik. Xudo xolasa chiqdi, zo'r bo'ldi. Kontraktlar arzon ekan. Xullas kutmagandik. Bunda hayajondamiz juda zo'r bo'ldi. Xudo xolasa ketishga mana tayyorgarlik ko'ryapmiz. Viza olishdagi qiyinchiliklar qanday bo'ldi? Viza olishda qiyinchiliklar juda qiyin bo'ldi. Biz agensiya haqida fikrlaringiz qanday? 1201 zo'r, hozir trendda bo'lyapti. Instagramda ham juda portlayapti. Biz ham to'g'risi boshida qiziqmadik. Ash tavsiya qilganingiz uchun kelib ko'rdik, topshirdik, gaplashdik siz bilan, sizni sheriklaringiz bilan gaplashdik. Juda zo'r. Muomalalari ham zo'r, hamma yog'ini chotki zo'r qilib berdi. Xullas zo'r, baxtli, xursandmiz, ketyapmiz xudo xolasa. Tengdoshlaringizga maslahat. Mana shu 1201 ga topshirish kerak. Xudo xolasa 100% chiqyapti. Koreyaga borganingizdagi birinchi maqsadingiz qanday? Xudo xolasa Koreyaga borib, albatta birinchi o'rinda ta'lim olamiz. Xudo xolasa ishlaymiz ham, ishlamasdan ham kontrakt to'lash kerak. O'ziga yarasha xarajatlari bor. Bizni shiorni bilasizmi? Bilaman. 1201 agency. 1201 agency, maqsad sari olg'a. Rahmat katta. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Magistratura bosqichiga vizani qo'lga kiritibsiz. Tabriklayman. Rahmat katta. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanday? Juda ajoyib bo'ldi. Shu asosiyariga emotsiyaga to'ldik. Biz agensiya haqida fikrlaringiz qanday bo'ldi? Juda ajoyib va tez ishlandi va vizamizni aniqlik vaqtida chiqarib berdik. Osha yurib bo'lmadik. Shu asosiy narsa. Viza olishdagi qiyinchiliklar bormi? Ochig'i qiyinchilik sezilmadi bizga. Asosiy bilan agent odamlari bilan yaxshi muomalada bo'lib, o'zaro ishladik va tezlik bilan osonlik qiyinchilik bo'lmadi. Koreyaga borganingizdagi birinchi maqsadingiz qanday? Magistratura o'qish asosiysi shu yo'nalishim bo'yicha master degree naqasini olmoqchiman. Undan keyin o'sha yo'nalish bo'yicha ish yoki mana shu o'zimizni rivojlantirish maqsadimiz shu. Sir bo'lmasa yoshingiz nechida? 23 yoshdaman hozir shu kunlarda. Tengdoshlaringizga nima maslahat berasiz? Tengdoshlarimga o'qishlarini maslahat beraman. Yaxshi o'qishini, endi o'qishni rivojlantirish uchun endi iloji boricha kuchliroq naqa bo'yicha o'qishni, chet ellarda o'qishni maslahat beraman-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Magistratura bosqichiga til sertifikatsiz vizani qo'lga kiritibsiz. Tabriklayman. Rahmat. Viza olganingizdagi taassurotlar qanday bo'ldi? Juda ham ajoyib bo'ldi, chunki o'ylanib yurgandim, qanaqa bo'lar ekan vaziyatda deb. Magaki viza chiqishlari juda ham qiyin bo'lib ketyapti turdi. Shu sabab alhamdulillah hammasi yaxshi bo'ldi. Sir bo'lmasa yoshingiz nechida? 26 damiz hozir. 26. Tengdoshlaringizga qanday nima maslahat bergan bo'lasiz? Tengdoshlarimga o'qish va doimo o'qishni maslahat bergan bo'laman. Xo'p, bizni agensiya haqidagi fikrlaringiz qanday bo'ldi? Fikrlarim ajoyib, hamma o'z ustida ishlaydigan va yordam berdi. Biror
birorta muammoga duch kelmadik, hammasi yaxshi bo'ldi. Koreyaga borganingizdan keyin birinchi qilmoqchi bo'lgan ishingiz nima bo'ladi? Maqsadingiz? Birinchi boradigan ishim endi bilmadim, endi borganda bilamiz. Borganda bilamiz. Bizni shu yoqda bilasizmi? Ha? 1201 agency. Maqsad sari birgalikda. Rahmat katta. Rahmat. Abdukarimov Oybek. Sulaymonov Islomjon. Tabriklayman. Rasulov Yahyobek. Yahyobek, tabriklayman, bore bo'lsin. Ahrorbek Abdul Hamidov. Tabriklayman. Nasib o'zdagani Abdulazizov Jamshid. Tojiboyev Muhammadjon. Bore bo'lsin. O'qib bu yoqda. Olimov Jahongir Mirzo. Jahongir Mirzo, tabriklayman, bore bo'lsin. Ismoilov Omadbek. Omadbek, Tabriklayman. tabriklayman. O'zingizlar Abdujabborov Shuhratjon. Shuhratbek, bore bo'lsin. Mingboyev Mirjalol. Mashetda. Mirjalol, bore bo'lsin. Tabriklayman. Hayitov Shohruh. Ha. Shohruh, Ey, tabriklayman. 1201 agency. Bu hali hammasi emas. 19, 20, 22 sanalar kunlari 60 nafar talabalarimizni kuzatish arafasidamiz. Bizni kuzatishda davom eting.